tajribasini bosqichida ishtirok etdi. Guruhi bilan biz Asosiy tadqiqotlarda natijalarga e'tibor beradigan bo'lsak, afsuski quvonarli emas bu tadqiqotimiz natijalari. Bu ko'rsatyaptiki, o'quvchilar ustida ham juda ko'p ishlashimiz kerak. Hamda o'qituvchilarimizni ham bilim va mahoratlarini, pedagogik kompetensiyalarini ancha rivojlantirish ustida ishlashimiz kerakligini ko'rsatib tadqiqotlarimiz. Piyos 2026 tadqiqotining tajribasini bosqich haqida qisqacha ma'lumot beradigan bo'lsam, biz ta'lim rivojlantirish elementar xizmat xodimlari rivojlantirishda yaqindan yordam berishlarini so'rab qolamiz. Endi ruxsatlar bilan taqdimotimni namoyish qilishga boshlayman. Demak, mavzu mana shu Piyos 2026 tadqiqotining tajribasidan oldi o'quvchilarni uchragan qiyinchiliklarni inovatga olib, shundan kelib chiqqan mavzu tanladi. Piyos 2026 tadqiqotiga tayyorgarlik, o'quvchilarning raqamli o'qish savodxonligini rivojlantirish. Ya'ni qanday ma'lumotlar bilan tanishamiz? Raqamli o'qish nima? Raqamli o'qish ko'nikmalari va ularni rivojlantirish, raqamli o'qish strategiyalari, raqamli matnlarni o'qib tushunishni o'rganishning asosiy tamoyillari. Bu raqamli o'qish faqatgina boshlang'ich shug'ullanish jarayonida yuz beradigan ko'p qirrali ma'no hosil qilish tajribalar majmuidir. Demak, raqamli o'qishda o'quvchi faqatgina bitta matn emas, havola orqali bir nechta matnlarni o'qib, ularni umumlashtirib, xulosa qilish darajasida ko'nikmaga ega bo'lish kerak. Raqamli o'qish ko'niklari ma'lumotlarni izlash, bu degani avvalambor o'quvchi raqamli o'qiyotganda qanday ma'lumotlarni o'qish kerak, ularni qanday izlab topish kerakligi haqidagi ma'lumotlarga ega bo'lish kerak. O'qish maqsadlari bor. Demak, badiiy tajriba orttirish, ma'lumot olish va undan foydalanish. Mana shu ikki o'qish maqsadida yondashiladi. Tushunish jarayonlari matnda aniq ko'rsatilgan ma'lumotlarga e'tibor qaratish va ularni ajratib olish. To'g'ridan-to'g'ri xulosalar chiqarish, g'oya va ma'lumotlarni talqin qilish hamda ularni uyg'unlashtirish, mazmun va matn elementlarini baholash hamda tanqidiy tahlil qilish. Mana shu tushunish jarayonlarini bosqichma-bosqich bosib yuqoriga pastga siljitishga to'g'ri keladi va shunchaki oldindagi ekranlarda o'qigan ma'lumotni eslab qolishga majburiyat tug'iladi va bu ozgina o'quvchilarga qiyinchilik tug'diradi. O'quvchilar raqamli va bosma matnlarni o'qishiga ta'sir qiluvchi omillar. Matnni tushungani bo'yicha o'zini baholash aniqligi. O'quvchilar matnni aslida tushungandan ko'ra yaxshiroq tushungandek o'ylashadi. Matn o'qiydi o'quvchi